Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz ayni damda Hazorasp 24 informatsion dasturining hafta davomidagi xabar va yangiliklarni tomosha qilmoqdasiz. Qisqa fursatlarda sizlar bilan men Dilshodbek Abdullayev, Aziza Yarasheva hamda men Sanatbek Hajiyev. Xalq bilan doimiy muloqotda bo'lish, odamlarning tashvish va muammolarini hal etish, ularni rozi qilish adliya organlari xodimlari faoliyatining asosiy mezoniga aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan xalq bilan muloqot tizimi fuqarolarni tashvishlantirayotgan ijtimoiy, maishiy muammolarga yechim topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda davlat idoralari mahallaga tushib fuqarolarning dard va tashvishlarini o'rganayotgani, har bir murojaat ijobiy hal etilayotgani, aholining kayfiyati, turmush sharoitlarini yaxshilanib borayotganida o'z ifodasini topmoqda. Respublika ishchi guruhi vakillari ishtirokida Hazorasp, Bog'ot, Tuproqqal'a tumanlari aholisi uchun sayyor qabul o'tkazildi. Qabulda fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq masalalar yuzasidan murojaatlari tegishli soha mas'ullari tomonidan o'rganilib, amaliy yordamlar ko'rsatildi. Men Bog'ot tumani Nurbaxor mahallasidan keldim. Sayyor qabulga tuman hokimiga murojaat qilganda yakka tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi bo'yicha 100 million so'm kredit ajratib berishdi bizga. Hokimimizga, tuman hokimina men qadrlanan minnatdorchiligimni bildiraman. Viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipov Oqmaydon mahallasidagi og'ir toifadagi ishsiz yoshlar bilan uchrashdi. Ochiq va samimiy tarzda kechgan muloqotlarda yoshlarning muammolari tinglandi. Yoshlar uchrashuv davomida kredit olish, subsidiya, ish bilan band bo'lish va shu kabi boshqa masalalar bo'yicha murojaat qildilar. Yoshlarning murojaatlari ijobiy hal qilinishi belgilandi. Uchrashuvda Respublika ishchi guruhi vakili ham ishtirok etdi. Yurtimizda yoshlar siyosatini rivojlantirish va ularni iqtisodiy faoliyatga keng jalb etish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. 2025-yil 14-fevral kuni imzolangan Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 62-sonli prezident qarori asosida Hazorasp tumani Pichoqchi mahallasida yashovchi yosh Habibulla Teshaboyevga 100 million so'm imtiyozli kredit mablag'i ajratilib, tadbirkorlik faoliyati yo'lga qo'yildi. Ayni damda tadbirkor yoshlar non va shirinlik mahsulotlarini ishlab chiqarilmoqda. Respublika ishchi guruhi vakillari tumanda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yuzasidan yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanish holatini o'rgandi. Respublika ishchi guruhi a'zolari Sulaymonqal'a va Shukrona mahallalarida bo'lib, mahalla yetiligi bilan uchrashdi hamda ularning ish faoliyati atroflicha o'rganildi. Uchrashuv davomida mahalladagi o'zgarishlar, yaratilgan yangi ish o'rinlari, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish borasida erishilgan yutuq va kamchiliklar muhokama qilindi. Shuningdek, hududda jinoyatchilikni oldini olish, profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish hamda ijtimoiy himoyaga muhtojlarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilib, mahalladagi mavjud muammolar o'rganilib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiya va vazifalar berildi. Hazorasp tumanidagi sport maktabida tuman hokimi va sportchi yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda sportchi yoshlar va murabbiylarning takliflari tinglandi. Shuningdek, tegishli mas'ullarga 2025-yil davomida o'tkaziladigan respublika va xalqaro maydonlardagi musobaqalarda sportchilarning munosib ishtirokini ta'minlash maqsadida zarur shart-sharoitlar yaratish topshirig'i berildi. Bundan tashqari tumanda olimpiya va paralimpiya harakatini yanada rivojlantirish masalalari ham muhokama etildi. Viloyat prokurorining tadbirkorlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tadbirkorlar o'z faoliyatlari davomida mavjud bo'lgan muammolar bo'yicha murojaat qildilar. Har bir murojaat soha mutaxassislarini jalb qilgan holda chuqur o'rganildi. Murojaatlarning ko'pchiligi joyida yechimini topib hal qilindi. O'rganish talab etiladigan masalalarni qonuniy ko'rib chiqish va hal etish yuzasidan tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilib, ijrosi ustidan nazorat o'rnatildi. Tadbirkorlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda Xorazm viloyati prokurorining o'rinbosari Hamid Yavbasarov, tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev, Respublika ishchi guruhi, viloyat va tumanning tegishli idora tashkilot rahbarlari ishtirok qildilar.
Muhtaram Prezidentimizning yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 153-sonli qarori asosida yosh oilalar yaxshigina daromad manbaiga ega bo'lmoqda. Yer maydoni ajratilishi tufayli mahalladagi 27 nafar yoshning bandligi ta'minlandi. Yaxshi parvarish qilingan yerdagi turli xil sabzavot mahsulotlaridan yuqori daromad olinmoqda. Yoshlar ishlarini o'rganish maqsadida tumanimizda bo'lgan respublika ishchi guruhi vakillari yoshlarga ajratilgan yer maydonlaridan foydalanish holati bilan tanishdi. Joriy yilning 14-fevral kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqoti doirasida belgilangan asosiy vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ilm-fanni ommalashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqotda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 61-sonli Prezident farmoni imzolangan edi. 15 sotikdan yer berdilar. Evvelki yil ham pomidor ekdik, bu yil ham pomidor ekdik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb umidamiz. Unumdorli foydalanish harakat etamiz. Xudo xolasa katta rahmat aytamiz prezidentimizga. Prezidentimizning 53-sonli qarori asosida yoshlar ajratilgan yerda o'g'il sutik oldim. Bu yerda polsekalar ekib, oilama daromad keltirdik. Prezidentimizga katta rahmat, shunday sharoit yaratib bergani uchun. Hazorasp tuman hokimi va respublika ishchi guruhi tumandagi sport maktabida bo'lib, o'tkazilayotgan sport mashg'ulotlari jarayonlarini kuzatdilar. Shuningdek, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan ilk marotaba tashkil etilayotgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalariga tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishib, kerakli taklif va tavsiyalarni berib o'tdi. Bundan tashqari, sport maktabining boks, kurash va taekvondo sport turlari bo'yicha viloyat hamda respublika terma jamoalari tarkibidagi sportchilarning bir guruhini tashakkurnomalar bilan taqdirladilar. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan Hazorasp tumanida Sog'lom oila uchun birlashaylik shiori ostida xayriya tadbiri o'tkazildi. Xonimjon Momo Xudoyberganova 83 yoshda bo'lib, Karvak mahallasida yashaydi. Yakka yolg'iz onaxon holidan xabar olinib, xayriya yordamlari ko'rsatildi. Ishtirokchilar va qo'shni ayollar onaxonning uylarini saranjon sarishta qilib, kiyimlarini yuvib tartibga keltirdilar. Dasturxon yozilib, sovg'alar berildi va onaxonga xursandchilik ulashildi. Men yolg'iz emasman, mening oilam juda katta. Bular sizlar qo'shnilarimdir. Hech qachon meni yolg'izlatib qo'ymaysizlar. Doimo yonimdasiz. Mana homiylik qilib tadbirkorlarimiz yangi uy ham qurib berishdi. Juda xursandman. Keksalarini qadrlayotgan prezidentim ilohim sog'-omon bo'lsin deya duoga qo'l ochib, ezgu tilaklar bildirdi Xonimjon Momo Xudoyberganova. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan yuksak g'oyaga asoslangan islohotlar davom etmoqda. Tuman hokimi Maqsudbek Abdullayevning navbatdagi sayyor qabuli G'afur G'ulom mahallasida o'tkazildi. O'tkazilgan qabulda tuman xalq qabulxonasi mudiri Oybek Boboyev, tegishli idora tashkilot rahbarlari va mahalla aholisi ishtirok qildi. Fuqarolar davolanish, ichimlik suvi, moddiy yordam, kredit, yo'llarni ta'mirlash, ish bilan bandlik va shu kabi boshqa masalalar bo'yicha murojaat qildilar. Har bir qilingan murojaatni o'rganib, ijrosini bajarish bo'yicha soha mutaxassislariga topshirildi va ijrosi nazoratga olindi. Tumanimizda erta tongdan Sog'lom oila uchun birlashaylik shiori ostida ommaviy badan tarbiya va 5000 qadam yurish sport tadbiri o'tkazildi. Mazkur sport tadbirida xotin-qizlar faollari, mehnat jamoalarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar, uy bekalari ishtirok etishdi. Har bir ota-ona, har bir millatning niyati jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo'lmaydi. Sport sog'lom xalq, sog'lom oila, sog'lom avlodning tayanch ustunidir. Shu bois davlatimiz tomonidan bu sohaga katta e'tibor qaratilmoqda.
Tumanda g'alla o'rim yig'im mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish masalalariga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. 2025-yil hosili uchun 2600 gektar maydonda boshoqli don hosili yetishtirilmoqda. Agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida va belgilangan me'yorlarga muvofiq o'tkazilganligi bois mo'l hosil yaratish reja qilingan. Seminarda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmay yig'ishtirib olish bo'yicha ko'rilgan tayyorgarlik ishlari muhokama qilindi. Shuningdek, texnikalarning mavsum oldidan texnik ko'rikdan o'tkazilganligi, yong'inga qarshi vositalar bilan jihozlanganligi, otryad a'zolarining favqulodda vaziyatlarda harakatlanish, xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalari ko'rikdan o'tkazildi. Tuman hokimi Maqsudbek Abdullayevning navbatdagi fuqarolar qabuli bo'lib o'tdi. Qabulda Xalq qabulxonasi mudiri Oybek Boboyev, Respublika ishchi guruhi a'zolari, tuman hokimi o'rinbosarlari va idora tashkilot rahbarlari ishtirok etdi. O'tkazilgan qabulda fuqarolar o'z muammolari bo'yicha murojaat qildilar. Murojaatlar tegishli tartibda o'rganilib, ijrosini bajarish uchun tegishli mutasaddi rahbarlarga va hokim o'rinbosarlariga yo'naltirildi. Shuningdek, qabul davomida yechimi topgan murojaatlar joyida hal etildi. Yoshlar bizning kelajagimizdir. Ularning ilm olishi, kasb-hunar o'rganishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish vazifamizdir. Farmon bilan Toshkent shahri Olmazor tumani tajribasi asosida respublikaning har bir tumanida kamida bittadan maktabda muhandislik laboratoriyalarini tashkil etib, ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash vazifasi belgilandi. Respublika ishchi guruhi vakillari ushbu vazifalar ijrosi borasida Hazorazm tumanida tashkil etilgan ishlarni o'rgandi hamda ishlarni yanada jadallashtirish, laboratoriya xonalarini tashkil qilish, jihozlash yuzasidan tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Bugun tuman hokimi Ataliq mahallasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Xususan, mahallada tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan Dona Ibadullayeva va Hazorazm A New Type of Transportation mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan tashkil qilingan Akfa oyna eshik ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan Mardonbek G'ofurov faoliyati bilan tanishdi va murojaatlarini tingladi. Dona Ibadullayeva yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib, ayni damda 4 nafar xotin-qiz bandligini ta'minlagan bo'lsa, Mardonbek G'ofurov 6 nafar yoshlar bandligini ta'minlagan. Yoshlarning kelgusidagi maqsadi tadbirkorligini yanada kengaytirishdir. Tumanimizda xayriya va homiylik tadbirlari tizimli tarzda davom etmoqda. Xususan bugun Hazorazm tumani Ming Otliqlar mahallasi hududida joylashgan Abdukarim Shayx Bobo masjidini qayta rekonstruksiya qilib, o'ziga tegishli hududda yangi masjid va ma'muriy binolarni qurish uchun tamal toshi qo'yilish marosimi bo'lib o'tdi. Tamal toshi qo'yish marosimida tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev, Xorazm viloyati bosh imom xatibi Xayrulla Abdullayev, tuman imomlari, nuroniylar ishtirok etdi. Tuman hokimi Ataliq mahallasida joylashgan 1-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ldi. Bu yerda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar, ta'lim-tarbiya olishi, iste'mol qilayotgan mahsulotlar sifati, oshxonada xodimlarning gigiyena qoidalariga rioya qilish holati, taomnoma va omborxonadagi mahsulotlar holatlari bilan tanishildi. O'rganishlar davomida ushbu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida menyu bilan bir xilda mahsulotlar yetarli tarzda ishlatilib, oshxona gigiyena qoidalariga rioya qilingan holatda oshpazlar tomonidan ovqat tayyorlanayotganligi, tarbiyachilarning ham bola tarbiyasiga mas'uliyatli yondashayotganligi aniqlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.